Mazda KAMAZ 54-901 modeli, 5-pokoleniya. Assalomu alaykum hammaga. Hozir buni obzorni boshlashdan oldin bitta kichkinagina informatsiya berib o'taman. 5490 bo'lgan, bundan oldingi modeli, 4-pokoleniya bo'lgan u. Uni Mercedesdan kopiya qilishgan. Lekin kopiya qilingan bo'lsa ham litsenziya orqali qilingan. Bunisini bo'lsa kopiya bo'lmadi-yu, lekin Mercedes detallari juda ham ko'p ishlatilgan bu yerda. Asosiy oynalariga kelsak, oynalar, keyin ichida bitta sistemalari bor, shunaqa Mercedesdan olingan. Ya'ni sifat darajasi yaxshi bo'lishi uchun. Tigachimizni oldi qismiga kelsak, juda ham zamonaviy qilingan, ko'p tigachlarga o'xshaydi deb aytishinglar mumkin. No, bu KAMAZning o'zini dizayni, buni italiyalik bitta dizayner chizib bergan. Farasiga kelsak, LED faralardan qo'yilgan, polностью. Bitta yana katta plus tarafi, buni chetda qo'yib turib, qorong'ida, например, masalan, parkovkada qo'yib qo'ysanglar, faralarni o'chirib qo'ysa bo'ladi. Tigachni yoqib qo'ygan paytimizda. Chunki bor shunaqa европейский mashinalar, что o'tda mashinani zavat qilib yoqib qo'ysangiz, farasini o'chirib bo'lmaydi. Avtomatik yonib turadi. Bunda bo'lsa o'chirib qo'ysa bo'ladi. Bitta katta plus taraflardan bittasi. Yuz qismiga kelsak, bu yerda masalan, mana bunisini ochsa bo'ladi, bemalol tepasiga chiqish uchun. Mana oyoq qo'yib, qo'l ushlaydigan joylari ham bor. Bemalol mana ko'tarilib turib, oynani yuvsa bo'ladi. Hech qiyin joyi yo'q. Hammasi udobniy qilingan. Bundan tortib yana joyiga solib qo'yaveramiz. Bo'ldi. Ko'pchilik buni dizaynni Mercedes Actros deb aytishyapti, lekin ko'pchilik даже aytishyapti, что kopiya qilingan deb, lekin bu yerda motor, korobkasi umuman boshqa, yuzi balki mazgina o'xshab ketishi mumkin. Kachествosiga kelsak, kachествоsi juda ham baquvvat ishlangan. Bundoq olib qaraganda oldin Rossiyani texnikalarini ustini, tashqi ko'rinishini umuman e'tibor bermasdi. Hozir juda ham katta e'tibor talab qilayotgani uchun Yevropa iminni shu narsani qilishdi. Bunda olib qaraganda Yevropa standartlariga polностью javob beradigan bo'lib chiqyapti KAMAZ ham. Tigachimizni salon qismini ko'ramiz. Bitta ko'zdan kechirib, men sizlarga yana bitta funksiyalarini, plus joylarini ko'rsatib beraman. Eng katta plus to'g'risida ham gapirib o'taman. Lekin eshigiga отдельный ahamiyat berish kerak. Eshikning kattaligini qaranglar. Вообще katta lekin bor. Ancha-muncha oldimizda Volvo turibdi, даже Volvo'niki unchalik katta emas-da. Eshikning kattaligini ko'rasizlarmi? Yaxshigina. Operator bu yoqdan kelsangiz, bu yoqdan olvarsangiz, to'xta, bu yoqdan kelgin. Men chiqishimni ham ko'rsatishim kerak-da. Pog'onani qaranglar. 4 ta pog'ona, 1, 2, 3, 4. Bunga chiqishi o'zi, habutta bu anu Everestga chiqqanday chiqasizlar-da bunga. Bismillah. Voy. Balandligini ko'ryapsizlarmi? Menga salonni eng afzalli tarafi, yoqqan tarafini men sizlarga ko'rsatib beray, bitta narsasini. Mana ko'ryapsizlarmi? E'tibor bersanglar, oyog'im bilan, masalan, oyog'imni mana tormoz tarafga qo'ysam, oyog'im bilan bitta urovendada. Ya'ni ko'rish, obzorni katta juda ham yaxshi ko'rinadi. Bunga plus qo'shilgan narsasi katta bokovoyi. Juda ham chiroyli qilingan, qulay qilingan. Oldingi modellarga qaraganda bu eng katta pluslaridan bittasi. Yana bitta narsani aytib o'taman. Nimaga Mercedes qo'shib o'tyapman? Gaplarim orasida Mercedes bilan buni solishtirayotgan tarafim. Bu yerda mana даже hatto oynalarida Mercedes znachoki bor. Salonimizning ichiga kelsak, juda ham katta. Ya'ni men oyog'im bilan tursam ham, mana oyog'im bilan turganda ham hali yana shuncha joy bor-da. Bu вообще mazza deyman, uning ichida ishlash, yashash menga prям yoqyapti. Mana bitta bardachoklari bor. Yana bitta bardachok, mana ikkinchi bardachok, podstakannik, 3 ta podstakannik bor. Qulayligini ko'rsanglar, masalan, men bunda olishga qulay, lekin mana
Lekin uzoq deb aytsanglar, masalan, nimaga uzoq qilingan bu narsa? Chunki bu yerda bu shofyor masalan bu yerda faqat suv ichadigan bo'lsa, buni alohida qilinganki, ovqatlanadigan paytida masjidda o'tirib, mamutga stolikini qilib, mamutda ovqatlanish uchun ko'proq bu tarafga qaratilgan. Shu katta pluslardan yana bittasi. Kravatimizga kelsak, bu shofyorlarning eng yaxshi ko'radigan narsasi. Matrasiga kelsak, matras rossiyskiy ekan. Ko'pchilik odzivlarda aytilyapti, что eng qulay matraslardan bittasi rossiyskiy, Rossiyaning matrasi juda ham qulay. Pastiga kelsak, bu yerda mana anaqasi bor. Yiqilib tushmasligi uchun bunda ko'tarib qo'yadigani bor. Keyin buni yana bitta plusi, kravatni ko'targanda, ya'ni bardachok ochib turib narsa oladigan bo'lsanglar, bunisiga ahamiyat beringlar. Ko'p tigachlarda bu narsa yo'q. Oldinglar, mana bunda taqib qo'yib, bemalol ishinglarni qilib, narsalarni olaverasizlar. Bu yerda bu komplektatsiyada xolodilnik yo'q ekan. Boshina komplektatsiyalari masjidda mana shu xolodilnik uchun qo'yilgan joy. Imminda mana shu katta xolodilniki bor. Agar unaqa komplektatsiyasi ham kerak bo'lsa sizlarga. Mana bunisi udobni, lekin juda ham qulay. Hozir обратно tushirib ko'ramiz, joyiga tusharmikan. Mana joyiga tushdi yana обратно. Ikkinchi spalniga kelsak, mana knopkali, просто qo'yib yuborasizlar. Mana. Bu ham tayyor. Bu ham xuddi o'sha matrasdan. Bir xil narsa. Yana bitta katta qulayligidan biri mana. Katta, komfortli, ham joylar juda ham ko'p. Bagajlarga bardachoklar juda ham ko'p. 3 ta, 4 ta, 5, общий 5 ta, 6 ta bardachok chiqyapti. Tigach 5 ta joy chiqyapti. Общий hammasi bo'lib 5 ta, 6 ta joy chiqyapti. Даже 7 ta ekan. 7 ta joy chiqyapti. Общий narsa qo'yishga joylarimiz. Endi displeyga kelsak, sizlarga kalitini ko'rsatmadimmi? Kaliti, mana bunisi kaliti. Olamiz. Mana bitta joyi bor, tiqiladigan. Mashga shundoq kiradi. Zavod qilish sistemasi start stopda. Startda bossa, monitor yonyapti. Bitta eng katta monitori. Bu yoqda asosiy главный monitori bu yoqda. Monitorga kelsak, bu yerda hamma navigatsiya, medialar bu yerda ishlatiladi. Avtomobilni danilari bo'yicha bu yoqdan hammasi ishlatiladi. Bu sensorni Android sistemada hammasi video, internet hamma narsa qo'ysa bo'ladi. Men endi video ko'rishga lekin men tavsiya bermayman. Mana hamma programmalar bor. Hatto iPhone'ni ham ulasa bo'ladi, Androidni ham ulab qo'ysa bo'lar ekan. Bemalol. Qulaylik darajasi juda ham zo'r. Keyin katta pluslaridan bittasi, ichkarida kamera bor, ya'ni bu haydovchining yuziga qarab turadigan kamera. Ya'ni haydovchining uyqusi kelsa, ogohlantiradi. Uyqung kelyapti, to'xtagin, kofe ichib olgin deb bu narsa deb aytib yuboradi. Chiqilib haydovchini to'xtatishga harakat qiladi. Bu yerda avtonomkasi bor, avarinka bor, konditsioner, ruchnik, orqaniki anaqa pritsepni ruchniki hammasi shu yerda joylashgan. Hozir kabinani ko'taraman, ichida motor, korobkalarni ko'rsatib o'taman sizlarga. Kabinani ko'tardim, mana kabinaning tegini ko'rsanglar, polni shumka qilingan. Ichkariga salonga uncha motor ovozi eshitilmaydi. Chem oldingi KAMAZlarga tenglashtirganda, oldingi KAMAZlar bilan bu ancha ichi shumi kam. Motoriga kelsak, motorimiz bu yerda KAMAZ tarafdan chiqarilgan motor, lekin Liebherr bilsanglar, Liebherr motorlari asosida ishlab chiqarilgan, yaratilganda bu. Lekin KAMAZning o'ziniki deb hisoblanadi. Dvigatelli obyomi 13 litr, 460 ot kuchiga ega. Крутящий momenti 2400. Ya'ni bitta obzorlarni ko'rdim, videolarni, именно shoperlar obzor qilgan. Ular aytishyapti 84 kilometrda 1000 оборотda mashina ishlaydi. Bu degani motor ancha-muncha ko'pga yetadi degani. Korobkamizga kelsa, ZTF korobka, nemetskiy hisoblanadi, eng yaxshi korobkalardan bittasi. Eng katta plusi avtomatligi. Bakimiz ikkita. Bu yoqda 600 litr plus, bu yoqda 700 litr plus. 1300 litrdan sal oshadi. Avtonomkasiga kelsa, водяной hisoblanadi, ya'ni suvli avtonomka, isitib turishi. Yana buni katta plusi, motori ham isitib turadi.
masalan kechqurun yoqasizda, uyga kirib ketasiz, -30 gradus bo'lsa ham uyingizga kirib ketasizda, chiqib turib shunda mashinaga o'tirib, mashinani zarat qilib haydab ketaverasiz. Motori ham issiqqina ushlab turaveradi. Yana bitta katta plyus tarafi, solyarkani dizelni bakdan primoy oladi. Bunga отдельно qo'yib turib, har 2-3 kunda отдельно bak qo'yib turib, qo'yib o'tirish shart emas. Orqa podveskamiz pnevma qilingan, akkumulyatori shu yerda, mamtda turadi. Akkumulyatori massani mamtdan qo'shiladi. Mana bu anaqasini lekin yomon ham krepki qilishibdi, lekin hozir bir yechishga harakat qilib ko'raychi. Men yecha olmas ekanman, to'xtatdi. Mana. Bu ham kerakli narsa lekin. Bu bashmaki mana shu. Bunda qarab oling aka 1 minutga. Mana mashina narsa nimaga qo'yilgan aka? Nimada bo'laysiz? Bu narsa endi ko'rishim bilmadim. Necha yildan beri haydaysiz mashina? 12-13 yildan beri haydayman. 12-13 yildan beri sigachi haydaysiz, to'g'rimi? Har xilda haydab ko'rgansiz. Lekin boshqalarda ko'rgansiz shu narsani? Yo'q. Endi ko'rishim. Lekin KAMAZlarning hammasida bor-da. KAMAZlarning hammasida bor bu narsa. Men o'zim ham bilmayman nimagaligini. Agar biladiganlar bo'lsa, iltimos kommentariyaga yozib atvetini berib yuboringlar. Biz mana akam ham 12 yildan beri haydaylar, lekin men birinchi marta ko'ryapman bu narsani deyaptilar. Lekin men ko'p ko'rganman bu narsani KAMAZlarda endi. Mashina to'g'risida nima deysiz aka? Mashina zo'r. Ko'rdingizmi, o'zi aylanib bir qaradingizmi, tomosha qildingizmi? Mashina zo'r. Yoqdimi? Zo'r chiqargan ha. Bitta haydab ham ko'rasizmi? Mayli. Bitta haydab ko'rsangiz ham bo'ladi lekin. Kalitni beramiz. Ha, hozirga beramiz, beratamiz aka. Keling bo'lmasam. Bitta tushirib yuboringlar. Mana aka kaliti. Ancha tiqasida startni bossangiz yonadi. Startni bosing, bo'ldi. Tormoz bilan. Jima, salonga unaqa ovoz yaxshi. Shum yo'q. Yo'q. Kam shum juda ham. Shum yo'q. Yo'qotdimi? Vash cho'tka aka. Bitta bo'lsa yoramiz. Bitta haydab ko'ravering, bemalol haydang aka, mashina qizib ham turibdi. Sizda mana bu DM funksiyani bilasizmi? DM rejimni? Yo'q. Sizda yo'qmi unaqa rejim? Yo'q, menda yo'q. DM rejim bilmaysiz nimaligini? Короче, bu yerda DM rejimi bor. Parkovkaga qo'yayotganingizda, orqangizda pritsep bo'lsa, mashinani gazini pedalni qattiq bossangiz ham mashina tez yurib olmaydi. Vaqti sekin yuradi. Mana DM ga qo'ying-da hozir. DM ga qo'yib haydangda, gazni bosing. Qattiq bossangiz ham unaqa tez yurmaydi. Yurmayaptimi? Yo'q. Mana ko'rdingizmi? Mana sekin yuradi-da. Bu parkovka uchun zo'r narsa lekin. Haydavering, bo'ldi. Bu tepaliklarga chiqishga ham yaxshi ekanda, og'ir yuk bilan. Da? To'pqa chiqishga. Yo'q, qarab aytaymi? Da. O'sha tarazor qo'yasiz. Ashshenize turing, qanaqa nimasi yo'qyapti? Mягкий aka. Volvo, men Volvo minaman. Volvoni mягкий deb yuraydim. Mягкилigi, yumshoqligi Volvoda. Volvoda ili sal anaqaroq. Yaxshiroqmi? Yoki sal yetmayaptimi? O'zingizga qanaqa bo'lsa aytavering aka, bizda unaqa yo'q. Babu sizga sharax pul bermayapmiz. Yumshoq. Addushi aytavering o'zingiz. Yumshoq mashina. Menga katta plus yo'qotgan tarafi mana shu. E'tibor bersangiz, oynali pastda joylashgan juda ham. Obzori. Ya'ni balandmasda, qo'l qo'yib o'tiradigan joylar. Yo'q. Chuqur yo'q. Aru bor ekan-a? Mana qolamiz. Buni skorsini ham cho'l joyga qo'ygan ekanda. Skorsini zo'r qilgan-a? Skorsini ham cho'l zo'r qilgan. Orqa bitta kamera qo'yish kerak ekanda, shu payt ko'rsatadi bu. Bu eng oddiy anaqasi-da. Ha. Pozitsiyasi. Ha, kamera qo'ysangiz buni orqani ko'rsatadi. Kamera monitorda 360 qo'ysa bo'ladi bunga bemalol. Monitorni katta qilgan ekan. Monitor ana orqani ham zo'r ko'rsatadi. Katta polni anaqaga chiqadi. Yursa eshik qulay ekan o'zi bu. Ha, yursa ham eshikni avtomatik qullaydi. O'zi aka Yevropa standartlariga chiqarilganda bu chista. O'zi anaqa uchun emas, ani bunda chiqarib sotib oldim degan narsa emas, deb o'tdi. Aka, mana mashinaga bunaqa funksiyalar yo'q. Volvoga yo'q bunaqa funksiya.
servisga kiramizda bitta tekshiramiz, narxini ko'ramiz. TO'ni narxini, общий masla, filtr almashtirishimizda necha pulga bizga tushadi. Mana hozir servis sentr magistralidamiz. Akamlardan hozir KAMAZ bo'yicha imminni so'rayman. Nima xizmatlar ko'rsatiladi bu aka? Imminni nima xizmatlar KAMAZ yangi modeli bo'yicha ko'pchilik qiziqadi-da. Imminni yangi modelga zapchast topiladimi, moy topiladimi, filtr topiladimi? O'sha narsalar bo'yicha bitta ma'lumot berib o'tsangiz. Bu modelga moy, filtr hamma narsa topsa bo'ladi. Sklatimizda juda ko'p zapchastlar bor. Xizmatlarimizdan diagnostika, razvaz хождения, ходовой часть hamma remontini qilamiz. Korobka, motorlarni ham quramiz. Faqat KAMAZga emas-da sizlarda? Yo'q, barcha turdagi shu yuk avtomobillariga MAN, Signatrak, Chakman, KAMAZ hammasini quramiz. Bu KAMAZ modeli chiqqaniga bir 3-4 yil bo'ldi-da. Sizlarga keldimi servisga hali kelmadimi bulardan? Yo'q, hali kelmadi. Hozircha kelmadi, ha? Agar mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, magistral servis sentriga bemalol chiqarsanglar bo'ladi. Pastda nomerlarini qoldiramiz. Faqat bu KAMAZga emas, bundan oldingi pokoleniyalarga ham bemalol remontini qilib berishadi. Tak что like bosib, telefon qilaveringlar bemalol.